Bugun kuzatuv kameralari va kuzatuv sistemasida qanaqa yig'ish, qanaqa sozlash haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan qurilmalar va ular narxi haqida gapirib o'tsam. Eng kerakli bo'ladigan asosiy qurilmamiz bu switch. Switch nima vazifani bajaradi? Barcha ulangan kameralarda bitta joyga yig'ib ish vazifasini bajaradi. Hozir qo'limdagi switch 24 portlik, buni 16 portligi ham, 8 portligi ham bor. Buni hozirgi kundagi narxi 6 million atrofiga chiqadi. Va bizdagi keyingi qurilma Enver. Enver nima vazifani bajaradi? Hamma kameralar switchga yig'ilgandan keyin monitorga biza kuzatishimiz uchun ekranga chiqarib beradigan qurilma bu Enver bo'ladi. Buni hozirgi kundagi narxi 850 ming 900 minglar atrofiga chiqadi. Va bizda asosiy vazifalarni bajaradigan qurilmamiz kamera hisoblanadi. Hozirgi kunda 35 dollardan 55-60 dollargacha boradi. Hozir endi bu kameralarni monitorga qanaqa ulashni ko'rsatib o'taman. Qurilmalarimizni qo'shib oldik. Endi kameralarimizni switchga ulaymiz. Qisqacha tushuntirib o'taman. Kameralarimizni switchga uladik. Switchni Enverga uladik. Enver orqali endi monitordan ko'rishimiz mumkin. Buning uchun biz Enverimizga kamera qo'shishimiz kerak. Soncha o'ng tugmasi bosamiz, nastroyka kameraga tushamiz. Bizda ikkita kamera qo'shilgan edi. Kamerani virus qilib bosadigan bo'lsak, mana bitta kameramiz qo'shildi. Endi xuddi shunday qilib ikkinchi kameramizni ham qo'shamiz. Mana ikkinchi kameramiz ham aktiv bo'ldi. Endi shuni nazorat qiladigan bo'lsak, mana ikki kameramiz qo'shildi. Bu kameramizni kattalashtirib mana ko'rishimiz mumkin. Mana bugungi videomizdan sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa bundan ham yaxshi videolar chiqarishimiz uchun siz qo'llab-quvvatlab